Balki sen o'qiyotgan tomonlarda bunaqa emasdir. Sen ilmni o'sha yerda olaverginu, lekin hayotda betda o'rgangin. Shoniyoz amakiga bir-ikki marta aytdim. Bolalaringizni tuzukroq ishga joylaymi dedim. Ko'nmadi. Xo'sh, nimaga ko'nmadi? Mani yomon ishlar bilan shug'ullanadi deb o'ylaydi. O'g'illari menga qo'shilib, yomon yo'lga kirib ketishdan qo'rqadi. Yon qo'shni bo'lib turib, men haqimdagi mishmishlarga ishonadi. Endi tushundingmi? Tushundim. Tushungan